Rainbow barchasi o'sish uchun. Mirishkor dehqon va fermerlarimiz tomonidan yetishtirilgan paxta xom eshyosini nest-nobud qilmay, toza holatda yig'ib olish muhim jarayon hisoblanadi. Bunda sizga dunyoga mashhur Rainbow kompaniyasining Red Fire hamda Esifon preparatlari ko'mak beradi. Red Fire g'o'za barglarini yashil holatda, ya'ni qovjiratmasdan to'kadi. Natijada barglar paxtaga yopishib qolmay, hosilning momiqligi va sifatini saqlaydi. Mashina hamda qo'l terimi uchun qulay sharoit yaratadi. Esifon preparati esa nishona ko'saklarini barvaqt yetiltirib, hosilni bir vaqtda ochilishini ta'minlaydi. Bu esa paxtani erta muddatlarda va qulay iqlim sharoitida yig'ib olish imkoniyatini yaratadi. Qolaversa, terim uchun qo'shimcha xarajat va ishchi kuchini tejaydi. Mazkur suvli eritma defoliantlar bilan, ayniqsa Red Fire preparati bilan birgalikda qo'llanilsa, yuqori samaradorlikka erishish kafolatlanadi. Mahsulotlar tejamkor va samarali bo'lib, ishlov berilgandan so'ng 5-6 kundayoq o'z natijasini bera boshlaydi. Eng muhimi, kichik ko'saklarga hech qanday salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Rainbow barchasi o'sish uchun.